Kitob insonni ulug'laydi, ma'naviyatini yuksaltiradi. Kitob bilan oshno bo'lgan har bir inson komillikka erishadi. Samarqand shahridagi 80-umumta'lim maktabida mazkur maktabning 10-sinf o'quvchisi Sunnatulloh Xo'jamqulovning Qasos nomli kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Samarqand viloyat bo'limi xodimlari, Qozog'iston Respublikasining Yosh ijodkorlar ittifoqi raisi, mahalla faollari, o'qituvchilar va o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. O'g'limni kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Men bundan juda ham nihoyatda xursandman. Maktabdagi sinf rahbariga ham katta minnatdorman. Katta rahmat hammasiga. Kelajakda o'g'lim bundanda yana kitoblar yozishiga tilakdoshman. She'rlarni ham alohida kitob qilib chiqarish niyatida. Tadbirda so'zga chiqqanlar yoshlarni kitobga oshno bo'lishi, ularni yuksak marralar sari yetaklashini ta'kidlab, muallif kitobni yozishda o'z kechinmalarini mohirona aks ettirganligini aytib o'tdilar. Bunday tadbirlarning o'tkazilishi o'quvchi yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan bir qatorda ularni komil insonlar etib tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.